Ayol kishini sochi uzun bo'lgani bilan aqli kalta bo'ladi deyshadi. Endi eshiting. Ayol kishi o'qisa, turmushga chiqsa, jufti haloliga muhabbat qo'yib, erining xizmatini xolis ado etsa, homilador bo'lsa, ko'zi yorsa, oqshomlari bedor bo'lib, farzandiga qarasa, allalar aytsa, emizsa, tarbiya qilsa, ishlasa, tashvishu xavf-xatarlarni bo'yniga olsa-yu, oxirida aqli kalta degan gapni eshitsa. Xo'sh, sizningcha aqli kalta bo'la turib, shuncha ishlarni qilgan ayol aqli to'liq bo'lganda nimalar qilgan bo'lardi? Bunaqangi keraksiz gaplar bilan ayollarimizni ranjitmaylik. Chunki onamiz ham ayol kishi, opamiz ham ayol kishi, singlimiz ham ayol kishi. O'zingizni ehtiyot qiling, sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizga ayollarimiz sog' bo'lsin.